Hammaga salom, sizlar bilan Texno YouTuber. Bugun sizlar bilan iPhone xotirasini qanaqa qilib tozalasa bo'ladi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki bu o'sha iPhone tozalanib yurayotgan insonlarga yetib boradi, ya'ni ko'proq odamlar ko'rish uchun siz xizmat qilib berasiz. Shuning uchun bitta like-ni xotirdan bosib qo'ying. Do'stlar, iPhone xotirasini o'zi umuman smartfonlar xotirasini to'ldiradigan narsa bu 3 ta omil, ya'ni birinchisi bu galereya. Chunki galereyaga siz video, rasmlarni yuklaysiz, ya'ni olasiz. Shuning uchun ham xotirangizda eng ko'pini galereya egallab turadi. Va ikkinchisi bu Telegram. Telegramda ham xuddi shunaqa. Chatlardan kelayotgan yoki guruh kanallardagi videolarni, rasmlarni va qo'shiq, muzika fayllar hammasini yuklaysiz. Shuning uchun ham Telegramda ham eng ko'p to'planadigan kesh ma'lumotlar Telegramda ham bo'ladi va uchinchisi bu siz ishlatayotgan ilovalar. Mana shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. iPhone xotirasini qanaqa qilib tozalaydi desangiz, birinchi galereyaga kiramiz va bu yerda dublikatini topib olamiz. Va bu dublikatida siz saqlagan rasmlar yoki videolar ikkita bo'lib saqlanib qolgan. Ya'ni dublikat ham bor. Mana shuni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Abidentni bosib hammasini o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi yoki vibrat qilib o'sha dublikat bo'lib qolgan rasmlarni ham o'chirib tashlasangiz bo'laveradi. Mana shunaqa usul bilan o'chirsangiz bo'ladi. Ikkinchi usuli, keyin yana shu galereyadan недавно udaleniyni topamiz va недавно udaleniyga kiramiz. Va bu yerda siz avval udalit qilgan rasm va videolaringiz 30 kuncha saqlanib turadi. Mana shuni ham o'chirib tashlasangiz, xotirangizda ancha joy bo'shab qoladi. Misol uchun hozir dasturkadan ko'ramiz, xotiramizda qancha joy borligini. 23 gigabayt bo'sh ekan, foto esa 965 gigabayt joyimiz band ekan foto ilovasida. Va buni o'chirib tashlaymiz hammasini. O'chirib tashladik. Endi fotoga kirib ko'ramiz. 868 gigabayt joyimiz bo'shadi. Keyingi usuli Telegramga kiramiz. Telegramdan mana bu ma'lumotlar va xotiraga kiramiz va xotiradan foydalanishga bosamiz. Bu yerda bizda 557 megabayt joyimiz hozir band ekan. Hozir xotiradan ko'ramiz qancha joyimiz Telegramda bor ekan. Xo'sh, Telegram gigabayt turibdi ekan, 892 gigabayt dokumentlari bor ekan. Buni kesh tozalashni bosamiz mana shuni. Buni bosganingizdan keyin xotira tozalanadi va Telegram kirib ko'ramiz. 640 megabayt bo'ldi. Mana shunaqa qilib tozalasangiz bo'ladi. Eng foyda beradigan yo'llari mana shu. Keyin yana bitta oxirgi yo'li bu ilovalarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz ishlatmayotgan ilovalarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Yana bir usuli, Safari'da siz ko'proq iPhone ishlatganingiz uchun Safari'dan ishlatasiz va Safari'da ham kesh ma'lumotlar yig'ilib qoladi. Va Safari'ga kiramiz. Xo'sh, Safari'ni topib olamiz. Safari'ga kiramiz va eng pastga tushamiz. Doполнение ustiga bosamiz. Данный saytni ustiga bosamiz. Bu yerda siz kirgan saytlarning oxirgisi, ya'ni ma'lumotlari turadi, tashrif buyurgan ma'lumotlar. O'shani udalit все данныйni o'chirib qo'ysangiz, qo'shib udalit qilsangiz bo'ladi mana shunaqa qilib. Keyingi usuli App Store topib olamiz. Настройкаdan App Store deb yozamiz. App Store'da mana bu sizda o'chirilgan turadi. Загружать неиспользуемый degan. Mana shuni qo'shib qo'yamiz. Bu nima qilib beradi desangiz, misol uchun xotiraga kiramiz hozir. Bu misol uchun ba'zi bir ilovalarni siz kirmaysiz, ishlatmaysiz oxirgi paytlarda. Bu qanday ilova bo'lishi mumkin? Yoki mana bu Blackmagic Cam ilovasi. Hozirda menda 111 megabayt o'zi ekan, 12 megabayt daniylar turibdi ekan. O'shani misol uchun o'sha funksiyani qo'shib qo'yganingizdan keyin mana bu загрузить приложение qilib yuboradi. Mana загрузить приложениeni bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu o'chib ketmaydi, prosta mana shunaqa holatga kelib qoladi, ko'rishingiz mumkin. Faqat buni yuklab olish kerak qaytadan.
Mana shunaqa qilib xotirani bo'shatsa bo'ladi. Ya'ni yana bitta o'zim foydalanadigan usul, misol uchun ba'zi bir iPhone'da ishlatmaydigan ilovalarimiz bor. Sayt ilovasi ishlatayotgan bo'lsangiz, загружать приложение qilib qo'ysangiz, xuddi hozir ko'rsataman. Mana bunaqa yozuv chiqib qoladi. Переустановить degan yozuv chiqib qoladi. Установить degan yozuv chiqib qoladi. Tak. Ko'rishingiz mumkin, mana bu ham mana bunaqa holatga kelib qoldi. Mana bulutcha chiqib qoldi. Bu ham xotirangizni ancha bo'shatib beradi. Do'stlar, bo'shatishni usuli mana shunaqa edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'yib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang va kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting.